Assalomu alaykum. Ve aleykümselam. Hurmatli doktor, oldi bilan qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat etaman. Rahmat. Doktor, oldi bilan Amerika, Isroiliya, İran urushini biz boshlangandan buyon qanchalar qatim suhbatlashdik. Oxiri 107 kun bo'lgan vaqtida bu urush to'xtaganligi haqida hamda ikki Trumpninki va İran prezidentininki imzolashi bilan rasmiy jakarlangan bo'ldi, to'xtagan bo'ldi. Dunyo bir urushdan qutulgan bo'ldi. Ammo lekin bu 107 kun bo'lgan vaqtida jakarlangan 14 moddalik kelishim tekstiga qarasak, haqiqatan Amerikaning jiddiy bir şekilde mağlup bo'lgan bir kayfiyatni ko'ryapmiz. Oldi bilan bu albatta dunyoga nurg'un hozirgacha her jihatdan bir kriz içinde turayotgan dunyoga bir nafas olgan bo'ldi bu urush to'xtashining jakarlashi bilan. Lekin bu moddalarga qaragan vaqtimizda nimalarni his qildingiz? Amerika uftudimi bu ikki davlat, ya'ni amaliyotda Amerika, Isroiliya va İran. Bu ikki tarafninki qaysi ufutgan bo'ldi, qaysi ufturgan bo'ldi sizce? Hoş. Amerika futmadı. İran'ı futur etmedi hem de. Jang vaqtincha to'xtadi, ama ikki tarafning urushi tek to'xtamadı deb ko'raman. Keyingi shu 500 yilninki urush tarixi, ya'ni jang tarixiga qaraydigan bo'lsak, 20dan ko'p janglar hammasi maqsadga erishamagan bir janglar va sababi nima to'liq bilamay va shundaqla natijani to'g'ri olamagan janglar hammasi. Misolga bizni eng ko'p bildigan janglar qaysi desa, mau Koreya urushi misolga, mau nima Vyetnam urushi degandek, Afg'oniston, mau Iroq degandek, Liviya degandek. Bunlar hammasi tutgan bir janglar emas. Shunga o'xshash İran'ninki jangni Amerika tarafı tutmadı deymiz. Nimaiki bunda deymiz deganda, har qanday bir jang cho'qim siyosiy bir maqsadning amallashishi uchun qilinadi jangchi. Agarda bu jang shu siyosiy va siyosiyga ergishib, iqtisodiy, tijoriy, finans, yani pul muamelesi, enerjiye degan nurg'un manfaatga aylantiramasan, bu jang bekorga qilindi degan gap endi. Hozir bu Trumpning eng boshda degan maqsadlari bor. Misolga İran rejimini o'zgartirish va İranliklarni qo'zg'andirib hokimiyatni o'zgartirish. Hakimiyet peşindeki adam öldü. Yani bu Şii dünyasının lideri Ali Khomeini öldü, doğru, ama oğlu öldü. Bunun da çık bir özgürlük olmadı. Nurg'un komutanlar öldü ama olanın yerini yanı toldadı. Hoş. İran'ınki yadro kurallarını to'xtatimiz, yo'qitimiz, epketimiz dedi. Bunu ama to'liq qilolmadi. Mavu Hörmüz boğazını açımız, tutimiz, biz hal qilamiz dedi. Bunu qilolmadi. Hazır İran'ın kolu öttü. Eksice İran'ın kolu putu yeşildi. Ambargo ko'rayotgan İran kolu putu yeşildi. Bunun için dünya ile münasebetini texima etraflı kuralaydı. Bunun için ambargo ketip kalgandan keyin başka devletler İran bile münasebet kurgan çağda korkmaydigan bo'ladi, ensirmaydi. Misal Xitoy, misal Rossiya. Bu nima İran'ınki Kafkasya, O'rta Osiyo, Mavu Janub Osiyo, A taraf, yani Sharq taraf bilan bo'lgan munosabatlarni qo'yiqlashidamdi. O'rta Sharqda texima o'zining kuchini ko'rsatadi va qo'shni davlatlarni bo'libmi Arab davlatlarini texima tahdid qila oladigan, texima kuch ko'rsatadigan, unda hayva qila oladigan bir holga kela oladi. Yani Amerika bu jangni nimaga qilib da jangni echibdan qanday bir maqsadga erishdi. Shuningga bu hozir bir kelishim imzo qilyapti, ama bu kelishim bunda bir kelishim, ya'ni bizningki shu jangni to'xtatishninki niyatimizni belgilaydigan bir kelishim bu. Hoş. Bu kelishimning ichidagi moddalarni to'liqlash uchun bir 60 kun lozim endi.
bu 60 günün içinde qanchalik müzakere kılınalaydı, kılınamaydı, nurgun nazik meseleler var. Bunu hal qilishma bence pek qiyin ko'rinyotidi. Shunga bayağı dedim, belki jang to'xtadi ama bu urush to'xtamadı. Aslında jangninki to'liq to'xtatishma biraz gumanlık. Yani bu işin içinde bir İsrail degan bir mesele var. İsrail'ninki Hizbullah'a karşı, Gazze'ye karşı bu ilip bağlan bu uruş janglar bu girişimden kimi bir terkibi. Yani Amerika, İran arasında girişimin bir terkibi. Bu girişimdeki bir tarafı İsrail emas. Ondaqda İsrail gün ben bu girişimge aralashmagan, ben imza qilmagan, ben özüm bilganini qilaman desa, yanıla qılalaydı. Şununla bu bir gap var, her birinin uğusuga çekinip koyup, her taraftan çekip algandek bu kaldı hazır. Olmuş hem de. Hoş.